Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Balki sizda ham nega qon bosimim tez-tez ko'tariladi, kundalik ovqatlarimning bunga qanday aloqasi bor degan savollar tug'ilgandir. Keling birgalikda qon bosimini ko'taradigan yashirin sabablarni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, stolda sho'r taomlar, chips yoki tuzli non bor. Ko'pchiligimizning kundalik hayotimiz shunday. Ammo tuz aslida eng katta dushmanlardan biri. Tanada natriy ortib ketsa, qon tomirlari torayadi. Yurak esa ko'proq kuch bilan ishlashga majbur bo'ladi. Natijada qon bosim oshadi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tuzni kuniga 5 grammdan ortiq iste'mol qilmaslikni maslahat beradi. Lekin ko'pchilik bundan 2 baravar ko'proq miqdorda tuz iste'mol qiladi. Buni oddiy farq deb o'ylash mumkin, ammo aslida yurak xuruji va insult xavfi ham 2 hissa oshadi. Keyingi sabab choy va qahva. Ertalab uyg'onganingizda choy, ishda esa kuchli qahva. Ko'pchiligimiz uchun odatiy holat. Me'yorda iste'mol qilsak foydali, ammo 2 piyoladan ortiq ichish qon bosimini oshirishi mumkin. Chunki kofein yurak urishini tezlashtiradi va tomirlardagi bosimni ko'taradi. Hatto ko'p ichilsa uyqu buzilishi va nafas olish jarayonlarida ayrim muammolar ham kelib chiqadi. Ortiqcha vazn bugungi asrning eng katta muammolaridan biri. Ortiqcha vazn faqat tashqi ko'rinishga ta'sir qilmaydi, balki tomirlarning elastikligini kamaytiradi. Yog' qatlamlari tomirlarni qattiqlashtiradi. Bu esa yurakni ortiqcha ishlashga majbur qiladi. Natijada nafaqat gipertoniya, balki yurak yetishmovchiligi ham paydo bo'ladi. Shuning uchun vazn nazorati sog'lik uchun eng muhim qadamlardan biri. Diabet ham bosimni oshiruvchi omillar qatorida. Bu kasallikda buyraklar shikastlanadi, ular esa tanadagi suyuqlik va tuz muvozanatini boshqaradi. Buyrak yaxshi ishlamasa, bosim ham nazoratdan chiqadi. Shuning uchun diabeti bor odamlar bosimni muntazam o'lchab borishi kerak. Endi hayot tarzimizga qaraylik. Harakatsiz turmush zamonaviy insonning kundalik hayotining bir qismi. Ofisda kompyuter qarshisida kun bo'yi o'tirish, kechqurun uyda televizor qarshisida dam olish. Bular qon bosimini oshiradigan odatiy holatlar. Aslida esa muntazam jismoniy mashqlar tomirlarni kengaytiradi, ularni moslashuvchan qiladi va bosimni barqaror ushlab turadi. Mutaxassislar haftada kamida 4-5 kun, har safar 30-45 daqiqa jismoniy faollik qilishni maslahat berishadi. Yana bir muhim jihat, suyuqlikni yetarli miqdorda ichmaslik. Odamlar ko'pincha suv ichishni unutib qo'yadi. Tanaga suv muhtoj bo'lsa, buyraklar natriyni ushlab qoladi va bosim oshadi. Agar bu odat davom etsa, buyraklarga qaytarib bo'lmas zarar yetishi mumkin. Shuning uchun har kuni yetarli miqdorda suv ichish zarur. Spirtli ichimliklar haqida ham to'xtalib o'tsak. Ko'pchilik bir oz ichsa zarar qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa tez-tez ichiladigan spirtli ichimlik organizmning suv-tuz balansini buzadi. Buyraklarda natriy va suyuqlik to'planadi va bu gipertoniya xavfini oshiradi. Sigaret mahsuloti ham inson organizmi uchun eng katta zarar hisoblanadi. Chekish nafaqat o'pkaga zarar, balki tomirlarning ichki qatlamini ham shikastlaydi. Tomirlar elastikligini yo'qotadi, qattiqlashadi. Bu esa qonning erkin oqishiga to'sqinlik qiladi va bosim ko'tariladi. Hatto sog'lom odamda ham chekish yurak xuruji xavfini 2,5 baravar oshirsa, gipertoniya yoki diabetga chalinganlarda bu xavf 13 baravar ortadi. Stress ham hayotimizning ajralmas qismi. Imtihon oldidan, ishda yoki kundalik tashvishlarda hammasi tanada kortizol gormonini ko'paytiradi. Bu gormon esa bosimni bir necha daqiqada oshirishi mumkin. Agar stress doimiy bo'lsa, tomirlar asta-sekin elastikligini yo'qotadi. Buyraklar nazoratdan chiqadi va gipertoniya xavfi oshadi. Genetik moyillik. Oilada yurak qon tomir kasalliklari, gipertoniya yoki insult kuzatilgan bo'lsa, keyingi avlodlarda ham bu xavf paydo bo'lishi mumkin. Ba'zida odam sog'lom ovqatlansa ham, sport bilan shug'ullansa ham, irsiy omillar uni gipertoniya xavfiga yaqinlashtiradi. Xulosa qilib aytganda, qon bosimini oshiradigan omillar juda ko'p.
lekin ko'pchiligi bizning qo'limizda. Tuzni kamaytirish, suvni ko'proq ichish, muntazam jismoniy faollik, sigaret va spirtli ichimliklardan voz kechish. Bularning barchasi qon bosimini nazorat qilishda katta yordam beradi. Eng muhimi, muntazam ravishda shifokor ko'rigidan o'tib turish. Bugun siz bilan qon bosimini oshiradigan 10 ta sababni ko'rib chiqdik. Agar hayotingizda shularning birortasi bo'lsa, bugundan boshlab asta-sekin o'zingizni sog'lom odatlarga o'rgatishga harakat qiling. Unutmang, kichik o'zgarishlar kelajakda katta natija beradi. Aziz tomoshabinlar, agar video sizga foydali bo'lsa, like bosishni unutmang. Yangi videolardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.